Ovoz informatsion dasturi davom etadi. Xorazm viloyatida bolalar onkologiyasi yo'nalishida olib borilayotgan islohotlar izchil davom etmoqda. Hududlarda tibbiy xizmat sifatini oshirish, bemor bolalar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish borasida amaliy ishlar samarasi ko'zga tashlanmoqda. Shu maqsadda Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan Xorazm viloyatiga navbatdagi xizmat safari tashkil etildi. Tashrif davomida viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida amalga oshirilayotgan yangilanishlar va yaratilgan sharoitlar o'rganildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, 2025-yil fevral oyida tashrif davomida aniqlangan kamchiliklar to'liq bartaraf etilgan. Qisqa muddat ichida markaz zamonaviy talablarga mos ravishda yangilanib, bemorlar uchun yanada qulay muhit yaratilgan. Bu galgi tashrifimizdan oldingi kelgan tashrifimizga qaraganda ancha o'zgarishlarga kiritilgan. Hamma jihozlar, kravat, shkaf, hamma narsalar bilan ta'minlangan. Hamma narsa hozir yaxshi tarafga o'zgarish bor. Kelishimizdan asosiy maqsad onkologik va gematologik kasalliklarni skrining tekshiruvlaridan o'tkazish va bu kasallikni oldini olish maqsadida kelingan. Tashrif davomida patronaj hamshiralarga o'quv uslubiy ishlanmalar bo'yicha master klasslar o'tkaziladi. Bugungi kunda markaz 30 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bu yerda bolalar uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Men o'g'lim 14 yaşında leykoz kasalligine chalindi. Sho'ra gelip shifo topib turibdi. Ina berini yaxshidan qaytadan remont qildilar. Shart-sharoitlari juda yaxshi. Memnunmiz doktorlardan ham, hamshiralardan ham. Kelib o'quvlarimizni olib, ko'rinib ketamiz. Yaxshi hammasi. Balam ham yaxshi bo'lib borayotir. Bu kabi amaliy ishlar hududlarda bolalar onkologiyasi xizmatini rivojlantirish, erta tashxis va samarali davolash imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.